Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam shunaqa deganlar: rizqqa 10dan 9i tijoratda. Ushbu hadis sharif savdo sotiqqa nafaqat moddiy ahamiyatini, balki uni halollik va barakali rizqdagi o'rnini ham ochib beradi. Payg'ambarimiz yoshlik chog'larida savdo bilan shug'ullanganlar va o'z halolliklari, rostgo'yliklari hamda oddiyliklari bilan ko'pchilikka o'rnak bo'lganlar. Ayyub alayhissalom mehnat va sabr ramzi bo'lgan. Bu payg'ambar halol mehnatdan hech qachon voz kechmaganlar. Har qanaqa boylik va imtiyozdan mahrum bo'lsalar ham sabr va qat'iyat bilan harakat qilib, oxir oqibatda Allohning barakasiga erishganlar. Bundan tashqari sahobalar va tobiinlar orasida ham savdo orqali ulkan yutuqlarga erishgan shaxslar ko'p bo'lgan. Abdurrahman ibn Avf o'z boyligini faqat shaxsiy manfaatlar uchun emas, balki ummatning foydasi uchun ishlatgan. U halollik va saxovat bilan Allohning barakasini oshirish mumkinligini amalda isbotlagan. Imom Abu Hanifa nafaqat diniy bilimda, balki tijoratda ham halollik timsoli. Bu sifatni birinchi o'ringa qo'yib, adolatli munosabat orqali mijozlarning ishonchini qozongan. Ushbu shaxslarning hayotiga nazar solib, barchamiz bir haqiqatni anglaymiz. Harakat va tavakkal orqali Alloh sizga muvaffaqiyat eshiklarini ochib beradi. Bilaman, bu narsalarni hammanglar bilasizlar. Men faqat sizlarga yana eslatib qo'ydim. O'rtoqlar, ozgina harakatimni qadrlab, like bilan kommentariy yozsanglar, bu videoga ehtiyoji bo'lgan odamga albatta yetib boradi. Hozir meni sizlardan boshqa ko'radigan hech kimim yo'q. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglarga muhtojman.